Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 2 yil burun Xitoy hokimiyatining yuqumning oldini olish karantin tadbirlarini bahona qilib, butun Sharq Turkiston miqyosida qattiq amal qilish siyosatiga yo'l qo'yib, ko'plagan Uyg'urlarning ochliqdan va davolanishsizlikdan o'lishiga sababchi bo'lishi va 24 noyabr kuni Urumchi Tangirtog' rayonidagi bir aholiliklar binosiga o't ketib, ko'plagan insonlarning o'lishi va yaralanishi butun dunyoning kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Ayni vaqtda Xitoy doiralari o't ofatida 10 kishining o'lganligini, 9 kishining yaralanganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo yerlik aholilarning ijtimoiy taratqularda o'lganlarning soni Xitoy taraf e'lon qilgan sondanmi ko'p ekanligi, o't ofati yuz bergandan keyin xili uzungacha o't o'chirish mashinasining naq maydonga kelmaganligi, bu sababdan binoning 15-qavatiga ketgan o't butun binoga shiddat bilan yeyilganligini tarqatgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 23 noyabr Urumchi o't ofati haqida maxsus bayonot e'lon qilib, 24 noyabr Urumchi o't ofatida shahid bo'lganlarni eslaydiganligini bildirdi. Ayni vaqtda o't ofati dunyo miqyosida tanilgan oq qog'oz namoyishi, aholilar suratga olgan va Xitoyning ijtimoiy taratqularida tarqatilgan ismlarga qarta qo'zg'algan bo'lib, doiralarning o'tqa unumli taqobil turolmaganligi oshkorlangan edi. Fuqarolar Xitoyning asosli shaharlarining ko'chalariga chiqib, COVID-19 sababli qattiq qamal qilish tadbirlariga norozilik bildirib, hukumatning tekshirishiga simoval qilingan quruq qog'ozlarni tutib namoyish qilgan edi. Namoyish nihoyat tezla Shanxay, Beijing, Wuhan va Xitoyning boshqa shaharlariga kengaygan edi. Xitoy doiralari namoyish qatnashgan kishilarni tezlikda bostirib qo'lga olgan va nurg'unlagan kishilar izdereksiz g'oyib bo'lgan edi. Bularning ichida 19 yoshlik Uyg'ur o'quvchi Kamila White bor bo'lib, u ayni chog'da Undidarda namoyish ko'rinishlarini ham bahrilganlik uchun g'oyib bo'lgan va keyin oshqo'llikni targ'ib qilish jinoyati bilan ayblanib kesilganligi aniqlangan edi. Ayni chog'da muhojiratga Uyg'ur qarindoshlarimizmi o'zgartirayotgan davlatlarda har xil shaklda namoyish va ta'ziya harakatlari o'rinlashtirib, o'zlarining noroziliklarini butun dunyoga jakarlagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandim bayonotda Urumchi o't ofatida Uyg'urlarning hayotiga butunlay sal qarash, Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarga qartilgan bostirish harakatlarini har xil bahona va shakllarda davomlashtirayotganligini, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Kamila White va Xitoylarning virusni nolga tushirish bahonasi bilan qattiq qamal qilish tadbirlariga e'tiroz bildirganlik uchun qo'lga ilingan va g'oyib qilib etilgan Uyg'urlarni darhol shartsiz qo'yib berishini va o't ofatida savallik bo'lganlarning darhol qonuniy javobgarlikka tortilishini talab qilganligini ko'rsatdi. Bayonotning oxirida xalqarалық mustaqil tekshirish organlarining Xitoyning vatanimizda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarini maxsus hay'at avatib surishti qilishi va tekshirishi talab qilindi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Pentagon, Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti, ya'ni NATO va Kanada Davlat Mudofaa Ministrligining hamkorliklarida 22 noyabrdan 24 noyabrgacha Kanadaning Nova Scotia shtatidagi Halifax shahrida chaqirilgan 16 navbatlik Halifax xalqaro bexatarlik munbiriga 70 dan ortiq davlatning hukumat rahbarlari, yuqori darajalik harbiy amaldorlar, generallar, tadqiqotchilar, yozuvchilar, savdo sanoat sohasidagi arboblar, xalqarалық kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullaridan bo'lib 300 nafardan ortiq vakil qatnashgan mazkur seminariyaga Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Ayso apandim, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harkat tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim va Uyg'ur tadqiqot markazining raisi Abdulhakim Idris apandim alayda taklif bilan qatnashdi. Ushbu seminariyaga 2019 yildan beri har yili alayda mehmon sifatida chaqirilib kelayotgan Dolqin Ayso apandim stansimizning ziyoratini qabul qilib, xalqaro Halifax bexatarlik munbirining ahamiyati va Kanada mudofaa ministridan Ukraina va Rossiya urushidagi Xitoyning qora qo'li haqida so'rgan savol haqida to'xtalib, mundaq dedi. Bu yerda bizning nurg'unlagan siyosilar bilan, davlat arboblari bilan bo'libmi askariy qo'mondonlar bilan, mutaxassislar bilan bu yerda tanishish, fikrlashish, suhbatlashish, o'zimizning fikrlarini o'tirib qo'yish va ularning ba'zi üstü yepiq yig'inlarda dunyo tinchligiga, Xitoyga, jumladan Uyg'urlarga munosabatlik fikrlarimizni o'rtaqlashish, bu masalada ularning fikrlarini elish fursatlarimiz bo'lib keldi. Hozirgacha 2019'dan hozirgacha men toplam 5 qatim, bu 5. qatim bu yig'inga
qatnashishim bu yig'inlarning har qaysi yig'inlarda har yili o'xshash bo'lmagan saviyada, o'xshash bo'lmagan yig'inlarda va yoki temalarda o'zimizning masalalarimizni o'tirib qo'yish fursatlarimiz bo'ldi. 2022 yılı mesela umumiy içiliş yığınında Estoniyaning Cumhurbaşkanı, devlet başkanı, Kanada'nın devlet müdafiə ministri, Amerika Demokratlar Partisi'nin rehberlerinden Şahin Hanım ve ben tunji içiliş panelde söz kılıp özümüzün göz qarashlarimizni o'tirib qo'ygan, ular bilan birga Uyg'ur masalasini bilan birga dunyo masalasini ko'rdigan holda fikrlarimiz o'tirib qo'yish fursatlarimiz bo'lgan. Bu yil hamda bu yerda yana nurg'unlagan insonlar bilan, nurg'unlagan davlat rahbarlari bilan ko'rishdik. Burunqi yillardan buyon ko'rishib kelgan davlat rahbarlari bilan bu yerda o'rtaqlashish fursatlarimiz bo'ldi, ko'rishish fursatlarimiz bo'ldi. Hamda bu qatimqi yig'inda ko'proq o'tirib qo'yilgan masala va bugun dunyoning kun tartibini mashg'ul qilayotgan masala Ukraina so'qishi masalasi haqida, Rossiya va Xitoy masalasi haqida ko'p suhbatlar bo'ldi. Bu yerda bir panelda men o'zimning bir ko'z qarashimizni o'tirib qo'yib, yerda savol orqali insonlarning diqqatini Xitoy, Rossiya masalasida Uyg'urlarning ko'z qarashini o'tirib qo'yish fursatimiz bo'ldi. Masalan, bu yerda men so'zimda hozirgacha Rossiya bilan bo'lgan Ukraina so'qishi 1000 kun oshgan bir vaqtimizda bu so'qishning davom qilayotganligini, Rossiyaning bu yerda hozirgacha bardoshlik berib, hozirgacha shunchalik NATO davlatlari Ukrainani qo'llayotgan avalning ustida davomli bu Rossiyaning tik oyoq turayotganliklarining sabablari muzokara qilindi. Men bu yerda so'zimda o'tirib dedimki, Rossiya Ukrainaga hujum qilgan vaqtda g'arb davlatlari darhol bir iqtisodiy embargo e'lon qildi Rossiyaga. Ammo bu xuddi ishning oldi qismini taqab qo'yib, oq qismini cho'ng echayotgandagidek bir ish qilganliklarini, chunki Rossiyaga iqtisodiy embargo yuzlangan bo'lsa-mu, ammo Xitoy bilan orqali dunyo bilan bo'lgan tijoratini, gazini, petrollarini va iqtisodiy munosabatlarni davom qilayotganliklarini. Masalan, so'qishdan burun Xitoy bilan Rossiyaning iqtisodiy savdo hamkorligi takriban 100 milyon, 100-120 milyon etrafında bo'lgan bo'lsa, o'tgan 2-3 yildan buyon buning bir raslidan chiqara qatnab hozir 240 milyar dollarga so'qashdan burun 120 milyar dollar etrafında bo'lgan bo'lsa, hozir 240 milyar dollar ishib ketganliklarini, demak Rossiyaga iqtisodiy embargo yuzlaganda qilgan bilan, ammo dunyo bilan bo'lgan tijoratini davomli Xitoy orqali, ya'ni boshqa davlatlar orqali davom qilayotganligi, shuningga agar masalani yiltizini hal qilamiz deydigan bo'lsa, buni yordam qilayotgan Xitoyga o'xshaydigan davlatning nisbatan iqtisodiy embargo qo'yish lozimligidan bu vaqtda davlat rahbarlarining o'ylashmayotganliklari masalasini bu yerda savol so'rdim. Kanada davlat mudofaa ministri Biler Efendi'ge mesela. Şuna o'xshash nurg'un bu yerda o'zimizning ko'z qarashimiz yalnız Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yishlam emas. Bu yerda degandagidek bu yig'inlarda bizning dunyo tinchligini, bugun dunyo so'qishlarni o'rtadan qoldirish, dunyo tinchligini amalga oshirish uchun va buning xiris qilayotgan hokimiyatlar, liderlar, davlatlar haqida ularmi bizning fikrlarimizning o'tirib elish masalasida o'zaro fikrlashish fursatlarimiz bo'ldi. Roshana Bosxonim munbar haqida to'xtalganda, seminariyaning asosli temalarining yangidan saylangan prezident Trumpning Xitoyga tutadigan qattiq tadbirlari va Xitoyning necha vaqtdan beri yurgizib kelayotgan harbiy ig'vogarchiliklari va iqtisodiy ekspluatatsiyalar haqida bo'lganligini bildirdi. Munbarning 2-chi kundagi yig'inda so'zga taklif qilingan Roshana Bosxonim munbar ahlini Xitoyning kontrolsiz zo'rayotgan zo'migarligining dunyo tinchligiga buyuk bir tahdid ekanligi haqida ogohlantirganligini bildirib, munlarni dedi. Yig'in jarayonida Ukrainadagi urush, Xitoyning Tayvanga va dunyo bexatarligiga akayotgan xatarlari, tahdidlari, shundaqla kelgusdagi prezident Trump administratsiyasi va uning elib bormoqchi bo'lgan siyosatlari, bo'libmi Trump hukumatiningki bu qatimliq shu Xitoy siyosatlarining qanday bo'lganligi, ham Xitoyning dunyoga akayotgan askariy tahdidi, iqtisodiy ekspluatatsiyalari va dunyo
dünya devletlerini bulup müşür dünya devletlerini monopol kılışları degендek dünyanın Xitay'nınki dünyaga ekevatkan her türlük təhdidləri, xətərləri doğrusunda təfsili söhbətlər oldu. Anadaki mən yığının ikinci günü kəşki məxsus orlaşdırılğan bir yepiq session'sida, yani bir yepiq yığınıda sözüldüm və yığın iştirakçıları bilan 2 saatlik bir təfsili müzakirə etdik. Biz bu yığılış jarayonida Kanada Tashqi ishlar ministeri, Mudofaa ministeri, Amerika'nınki her iki partiyadan kelgan senatorlar, Avrupa devletlerinden, yani Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya qatorliq devletlerden kelgan ministerlar ve NATO, Amerika ve Kanada ninki harbiy generalları, Asiya Tinch okean harbiy qismlarining qo'mondonlari bilan tafsili suhbat berish fursatiga erishdik ve bu jarayonda Xitay devletinin her türlük şu bütün dünya tinchligiga, bütün dünya insaniyetiga ipkevatkan şular qarta ötküzatkan cinayetleri ve epkelevatkan xatarlarını tafsili o'tirg'a qo'ydik. Ko'plagan o'rinlar bilan yaxshi munosabatlarni turg'izdik. 12 navbatlik Dünya Demokratiya Hareketi yig'ini 20 noyabr kuni Janubiy Afrikaning poytaxti Johannesburg shahrida boshlangan. 3 kun davomlashadigan bu yig'inga 100 ga yaqin davlatdan kelgan 500 dan ortiq siyosiy aktivlar, ommaviy tashkilot rahbarlari va mutafakkirlar qatnashgan. Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Zumratay Erkin, Uyg'ur Adliya arxiv ombirining direktori Baxtiyor Ömer va Uyg'ur Adliya arxiv ombirining koordinatori Adiljon Abdurahim qatorliq bir qism vakillarmi taklifga binoan bu yig'inga ishtirok qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'nitishga tirishgan. Yig'in haqidagi ma'lumotlarda bayon qilinishicha, yig'inning asos mazmuni dunyo miqyosidagi tajovuzchilik urushlari va milliy to'qinishlarning kuchayishi, mustabid tuzumlarning kengayishi, insonlarni sun'iy aql va ko'zitish texnikasi bilan bostirishlarning avjiga chiqish natijasida kun sari eg'ir xirisga duch kelayotgan dunyoning demokratiyasini o'rtaq qo'g'dash yo'lida tirishchanlik ko'rsatishdan iborat bo'lgan. Ko'plagan xalqarалық tashkilotlarning hamkorlashishi bilan o'tkazilgan bu yig'in Janubiy Afrikada tunji qatim demokratik saylam ilib berilganligining 30 yilligini xotirlashga bag'ishlangan. Bu sababdan 12 navbatlik Dünya Demokratiya Hareketi yig'ini yillardan buyon erkinlik va demokratiya kurishining ulgisini yaratib kelgan Janubiy Afrikaning poytaxti Johannesburg shahriga o'rnashtirilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Zumratay Erkinning bu vaqtda bergan ma'lumotlarga asoslanganda, yig'inda demokratiya duch kelayotgan tahdidlar va mustabid hokimiyatlarning zulm ostidagi xalqlarning vaziyatlari haqida muzokaralar ilib berilgan. Shundan keyingi yig'inda bo'lsa, Xitoy, Iran, Kubaga o'xshash diktator hokimiyatlarning chegara halqagan bostirishlar to'g'risida suhbat ilib berilgan. Zumratay Erkin bu yig'inda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan chegara halqagan bostirishlarga munosabatlik maxsus doklad taqdim qilganligini bildirgan. Uyg'ur Adliya arxiv ombirining bu qatimqi yig'inda mavhum reallikdagi Uyg'ur jazo lagerlari nomli sin ko'rinishlarini ko'rsatishga taklif qilingan. Uyg'ur Adliya arxiv ombirining direktori Baxtiyor Ömer apandining bildirishicha, bu sin ko'rinishlari kishilarning kuchli diqqatini jalb qilgan. Onun aytishicha, yuqori texnologiyadan foydalanib ishlab chiqarilgan jazo lagerlarining asli qiyofasi to'g'risidagi bu ishtilik ko'rinishlarni ko'rgan kishilarning ba'zilari biz Uyg'urlar masalasining bu qadar og'ir ekanligini o'ylab boqmagan ekanmiz. Haqiqatan sal qarab to'q deyishgan. 1999 yildan buyon davomlashib kelayotgan Dunyo Demokratiya Hareketi yig'inining 12 navbatligi 22 noyabr oxirlashib, Uyg'ur vakillari yig'in jarayonida texmi ko'p kishilik huquq aktivlari bilan uchrashib, Xitoyning Sharq Turkiston yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yanama ko'p kishilarga anglatgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.